Bugungi videoda sizlar bilan Marvel olamidagi top 10 ta dahshatli yovuzlar haqida gaplashamiz. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar MyFilm News kanalidasizlar. Agar tayyor bo'lsanglar, bugungi qiziqarli videomizni boshladik. Marvelda biz Ultron, Loki, Hercules, Kumush Syoferchi va shunga o'xshash yovuzlarni kuchli deb bilamiz, lekin shunday yovuzlar borki, ular Ultron yoki Herculesni bir zarbada yo'q qiladi. Bugungi videoda sizlar bilan shunday yovuzlarni top 10 taligi haqida gaplashamiz. Qani unda 10-o'rindan boshlaymiz. 10-o'rinda Nekroqilich sohibi va Thoringa olmagan filmlardagi yagona raqib Gor. Gor avvaliga juda ham yaxshi odam bo'ladi, lekin u o'zi siqingan alplar unga yordam bermaganligi uchun va insonlar alplar uchun hech nimaligini tushungach, alplarga qarshi chiqadi va Nekroqilich sohibi bo'lgach, birinchi alpni o'ldiradi. Shundan so'ng u barcha alplarni o'ldirishga tushadi. Nekroqilichni kanal yasagan va qilichda simbiotik moddalar bor, fe'l-atvor, kuch va yovuzlikni tobora kuchaytiradi. Asosan alplarni o'ldirish orqali Gorning titamliligi va super kuchi juda kuchli. U minglab alplarni o'ldirish kuchiga ega va Thorning 3 ta versiyasi bir vaqtda hujum qilsa, Gor chiday oladi. Oddiy Thor, yosh Thor va Thor Runking super tezligi bor va qorong'ulikdan teleportatsiya qila oladi. Qorong'ulikdan qurol, himoya, qanot, mavjudotlar va hatto odam shaklini yaratish mumkin. Tiklanishi esa Sentry'nikiga o'xshaydi. Cheksiz tiklanish, ya'ni juda kuchli va o'ldiradigan zarbalardan Gor tez tiklanadi va qarimaydi. Nekroqilich kanal tomonidan yaratilgan eng kuchli simbiotik qurol. Gor ushbu qurolni olganida to'xtamas alplar qotiliga aylanadi, lekin baribir u komikslarda Thorlar tomonidan yengilgan. Birgina Thor emas, Thorlar tomonidan. Seek love. 9-o'rinda Hellboyga o'xshash mavjudot Mephisto. Marveldagi do'zax qirolidir. Sehrli va abadiy mavjudot bo'lib, o'zini jahannam qiroli sifatida tanitgan. Ko'pchilik uni Marvelning shaytoni deb biladi, chunki inson ruhlarini yo'qotish va ularga shartnoma taklif qilishni yaxshi ko'radi. Mephisto ilmiy, ma'budiy, diniy mexanizmlar orqali sehr, realitiyani o'zgartirish, vaqtdan va vaqtlararo sayohat kabi buyuk kuchlarga ega. Mephisto o'zi istagan shaklga kira oladi. Dev, hayvon, hatto gigant olovli qush shakliga kirishi mumkin. Yana Mephisto o'rinchoq odam bilan shartnoma belgilagan. Ya'ni bilamiz, har doim o'rinchoq odamlar Mary Jane'ga erisha olmaydi yoki o'ladi. Mephisto esa buni to'g'rilaydi. Hayot evaziga hayot beradi. Tanasi o'lmas, qo'li yoki boshi uzib olinsa yana o'sib chiqadi. Mephisto Reed Richardsni o'ldirgan, Kumush Syoferchini ruhini olgan, Doctor Strange bilan ham jang qilgan, multi olamdagi Mephistolar bilan jamoa bo'lib, reja tuzib qasoskorlarga hujum qilgan, cheksizlik toshlari bor Thanos bilan shartnoma tuzib, keyinchalik yuzma-yuz jang qilgan. 8-o'rinda qorong'u vaqt hukmdori Dormammu. Dormammu ilk bor Strange Tales komiksida 1964-yilda paydo bo'lgan. Dark Dimension qorong'u o'lcham hukmdori sifatida tanilgan. U aslida Faltayn deb nomlangan sehrli energiyali mavjudot bo'lib, uning ukasi ham bor. Dark Dimension vaqt va oddiy jazodan mustaqil, cheksiz o'lchovli odam. Bu yerda Dormammu deyarli cheksiz kuch manbaiga ega. U bu olamni egallab, uni o'z qudratiga aylantirgan. Dormammu sehr va yadro energiyasini, yorug'lik, qurol, portlashlarni yarata oladi. Oddiy emas, multi olam darajasida. Dormammu yana odamlarni haqiqiy reallikka o'zgartira oladi va o'sha olamlarda soyali odamlarni ham yaratgan. Vaqt bo'ylab sayohat qilib, joyini o'zgartira oladi. Kosmik jismlar va atomlarni boshqara oladi. O'lmaydi, qarishdan himoyalangan. Kelajakda ham tirik qoladi, onga ta'sir qiladi va fikrlarni buzadi. Mindless Ones nomli xavfli sehrli armiya yaratgan. Dormammuni Doctor Strange vaqt toshi bilan cheksiz o'lib, bir gapni qaytarib yengan. Dormammu bir vaqtda qasoskorlarni yengan. Dormammuning quvvat darajasi cheksiz. Xullas, Dormammu cheksiz kuchga ega va o'zi xohlagan narsani qila oladigan yovuz. 7-o'rinda Kang. To'g'rirog'i, Kanglar qo'shini. Asl ismi Nathaniel Richards. 31-asrda tug'ilgan. Dastlab Ramatut nomi bilan miloddan avvalgi Misrda firavn sifatida hukmronlik qiladi. Avval Scarlet Quinton, so'ngra bosqinchi Kang nomini oladi. Keyin Kang qamrovli vaqt hukmdori bo'ladi. Keyinchalik boshqa variantlari paydo bo'ladi. Immortus, Victor Timely, Iron Lad, Kogila, Mr. Hyperion va boshqalar. Jami 30 dan oshiq versiyalari mavjud. Kang har qanday davrlar olig'ida erkin harakat qiladi. Super jismoniy kuch, chidamlilik, energiya, qurollar bilan ta'minlangan. xuddi Thanosga o'xshash darajada strategik va analiz qobiliyatiga ega. O'zining versiyalari orqali vaqt oralig'ida hukmronlikni osonlashtiradi.
eng kuchli varianti Prime Kang. Asl versiya Damokles va'dasi bilan qasoskorlar fantastik to'rtlik va un bilan to'qnashgan Ramatut Kang Misr firavni fantastik to'rtlik ko'rsatmasida hukmronlik qiladi. Scarlet Centurion Immortus katta va vaqtga dosh beruvchi versiya. Limbo mudofaasi birovni hukmdor va qirol qilmaslik uchun kurashadi. Victor Timely 20-asr versiyasi Wisconsin shahrida sanoat imperiyasini yaratgan TVA boshqaruvchisi Kangga qarshi Kanglar qo'shini hujum qilgan. Buzg'unchi Kang vaqt bo'yicha hukmdor, texnologik ustunlik va strategik mohirlikka ega yuvuz. U multiolamdagi eng dahshatli variantlardan biri. O'zining versiyalari bilan birgalikda paydo bo'ladi. You could have gone home. Oltinchi o'rinda yengilmas Thanos. Thanosning juda katta qo'shini bor. Qo'shin Odinning qo'shinidek yengilmagan va juda kuchli. Faqat qasoskorlar intihoda yengiladi. Barmoq chiltish orqali Thanos Titan va yoshligidan juda kuchli jangchidir. Qo'lma-qo'l jangda xalqni 15 soniyada yiqitgan. Xalq Superman, Thor kabi qahramonlarni qiynab qo'ygan. Thanos esa uni 5 soniyada hushdan ketkazdi. Titan sayyorasidan bo'lgan Thanos Eternal degan gibrid qahramon, kuchli super race vakili, super kuch va chidamliligi juda yaxshi. Galaktik singari kosmik entitetlarga qarshi tura oladi. Energiya zarbalari, kuchni qayta yo'naltirish, materiya manipulyatsiyasi, ongni boshqarish, telepatik hujumlarga qarshi immunitet, o'z o'rnini va boshqalarni ko'chirish qobiliyati, jismonan o'lmaslik, tezkor tiklanish, qobiliyat, strateg, ixtirochi, mislsiz aqlga ega, o'z rejalarini amalga oshiradi, psixik hujumlarga va oddiy qurollarga qarshi bardoshli, komiksda va filmda cheksizlik toshlarini yig'ib, butun mavjudotning yarmini yo'q qiladi. Bu g'alaba unga o'lim ustuvorligidan ko'ra kuch-qudrat beradi. Thanosning qilgan katta ishi bu olamdagi mavjudotlarning yarmini yo'q qilib, keyin toshlarni yo'q qilishidir. Toshlar juda katta energiyaga ega. Bu energiya temir odamni o'ldirgan, xalqni qo'lini kuydirib tashlagan. Thanos esa komikslarda bu toshlarni yillab taqib yurgan. Komiksdagi Thanos kosmik darajadagi dahshatli yuvuz, oliy kosmik kuchga egaligi, janglarning 98% g'alaba qozongan va ulkan tahdid bo'lgan. Marvel kinolamidagi Thanos motivatsiyali yuvuz, strateg, insoniylik izlari bilan ham tasvirlangan. Cheksizlik toshlari bilan asl maqsadiga erishsa-da, oxirida qasoskorlarga yengilgan. Does put a smile on my face. I am inevitable. 5-o'rinda Sentry'ning yovuz tomoni Void. Void Sentry Robert Bob Reynoldsning ichidagi salbiy qorong'u kuch. U Sentry kuchining teskarisi tomoni sifatida paydo bo'ladi. Ushbu entity insonning ezgu qismi Sentry va yovuz qismi Voidga bo'ladi. Void haqiqiy yovuzlik, Sentry esa haqiqiy qahramon. Void modda va energiyani erkin boshqaradi, atrofdagi haqiqatni buzadi, mavjudotlarni o'zgartirib, yo'q qiladi, xavotir va dahshatni boshqalarning ongiga yuboradi. Xalq yoki to'r darajasidagi kuch va bardoshlilik yorug'lik tezligida uchadi. O'lchamlararo yovuzlik tarqaladi, yo'q qilish qiyin, suvning qurilmasiz qayta tiklanadi. Sentry yangi qasoskorlar, X odamlar, fantastik to'rtlik jamoalari bilan kurashgan, Void Asgardni vayron qilgan, Aresni ikkiga bo'lib tashlagan, lekin Thorga yengilgan, o'zi xohlagani uchun. Xullas Sentry cheksiz millionta quyosh portlashidagi kuchga ega anti-qahramondir. 4-o'rinda tez orada ko'rinish beruvchi Doktor Doom. Doktor Doomni avval biz fantastik to'rtlik filmida ko'rganmiz. Uni unchalik kuchli qilib ko'rsatishmagan. O'zi filmni hamma Jessica Alba uchun ko'rgandi. To'liq qismi Victor Van Doom Latviya qirolligida tug'ilib Doktor Doom bo'lgach, Latviya qiroli bo'lgan. Dunyoning eng aqlli olimlaridan biri. Robototexnika, genetika, fizik, vaqt sayohati, kosmik energiya, telepatiya va boshqalarni mukammal biladi. Doombotlar o'zi yaratgan sun'iy ongli robot kuzatuvchilar, Doom bilan bir xil texnikalar va xabardorlikka ega. Tibet monastirlari va Morgan Le Fay orqali sehrni rivojlantirgan. U kuzatuvchi Superman, Doctor Strange darajasidagi deb hisoblanadi. Sehrli o'g'riliklar, himoya qal'alari, teleport, vaqt va o'lchamlararo sayohat kabi imkoniyatlarga ega. O'zining metalli zirhi bilan super insoniy kuch, damlilik, uchish, energiya zarbalari bilan jihozlangan. Zirhi yadro zarbalaridan, xalq va to'r darajasidagi zarbalardan saqlaydi. Doktor Doomning asosiy raqibi Reed Richards va fantastik to'rtlik qasoskorlar bilan ham jang qilgan. Galaktik va kumush yo'rg'ichidan kuch o'g'irlagan. Multiolamdagi Marveldagi eng kuchli yuvuz va personaj
Beyonder'dan kuch egallagan Sirli urushlar 2005-yil komiksida va g'olib chiqqan Battle World'ni boshqaradi. Keyin mag'lub bo'lib, kuchini yo'qotgan. U komikslarda qasoskorlar bilan jang qiladi va ularni yengadi. Doktor Dom multiolamning eng kuchli o'zlaridan biri. Uning asosiy zaifligi uning takabburligi, mag'lubiyatlardan saboq olmasligidadir. To'qishtalikka keldik. 3-o'rinda sayyoralar qotili, sayyoralarni yamlama yutuvchi Galactus. Galactus avvaliga Galan nomli sayyorasining aholisi bo'lgan. U Esis koinot tuxumi, kosmik ek o'rganishgani ketidan Scientist of the Cosmos kosmik ong bilan birlashadi. Natijada yangi kosmosda Galactus mavjudligi paydo bo'ladi. U barcha mavjud koinot muvozanatini asrash uchun yaratilgan kosmik mavjudotga aylangan. Nega u sayyoralarni yeydi? Galactus kosmik quvvatni o'zi saqlaydi. Ammo bu kuchni saqlash uchun rejalashtirilgan oziq-ovqat. Bu tirik sayyoralar har oy kamida bir sayyorani yeb turishi zarur. U nafaqat yovuz mavjudot, balki kosmik muvozanat uchun zarur bo'lgan muhim kosmik kuch hisoblanadi. Galactus har qaysi energiya shaklini boshqarishi mumkin. Yong'in, yorug'lik, telekinez, ruhlar, hatto jonli mavjudotlarni yaratishi va yo'q qilishi kuchiga ega. Atom bombalar, planetalar portlashlari va Odin yoki Thanos kabi kuchli mavjudotlarning zarbalariga bardosh bera oladi. U abadiy kosmosda yashaydi. Massani va o'lchamni istalgancha o'zgartirishi mumkin. Ya'ni u xohlasa quyoshdan ham katta bo'la oladi, xohlasa 2 metrlik galaktik bo'ladi. Uning texnologiyasi sayyoralarni sintez qilish va energiyani aylantirishga qodir. Shuningdek, u Ultimate Nuclear kabi eng kuchli qurollarni yasagan. Koinot bo'ylab istalgan joyga real vaqt ichida ko'chish mumkin. Energiya zarbalari, ruhlar bilan o'ynash mumkin. Komikslarda qasoskorlar bilan ko'p to'qnash kelgan, Thor bilan ham yakkama-yakka jang qilgan. Annihilation voqeasida Galactus mag'lub bo'ladi. Keyin Delta Lucifer bilan qayta tiklanadi. Yaqinda Arvoh poygachi Galactusga qarshi nomli komiks chiqadi. Bu komiksda biz ikki personajning jangini ko'ramiz. Xullas, Galactus juda kuchli bo'lgan dahshatli yovuz. U yerga o'xshash milliardlab odamlar bor sayyoralarni yeb bitiradi. Cheksiz kuchga ega, o'zi xohlaganini qiladi va Marvel olamiga iyul oyida premyera qilinadigan Fantastik to'rtlik ilk qadamlar filmidan kirib keladi. 2-o'rinda simbiotlar qiroli, qorong'ulik qiroli va yaratuvchisi Knal. Knal shunchalik kuchli mavjudotki, u Celestialni o'ldirgan. Bilishlik uchun Celestial sayyoralarni yaratuvchi mavjudotdir. U barcha simbiotlar yaratuvchisi va hukmdori. Venom, Carnage, Toxin barcha simbiotlarni o'zi yaratgan. Kuch darajasi shunchalik yuqoriki, u Void yoki Thanosni o'nchoq qilib yengadi. Knal dunyo yaralishidan avval boshliqda paydo bo'lgan. U King Black nomini olgan. Boshda Celestiallar uni yoritilgan koinotni himoya qilish uchun chaqirgan, ammo u buni inkor etib, bir Celestialni nekr qilich bilan o'ldirib, ikkinchisini jarohatlagan. Bu hodisa ortidan u Zulmat imperiyasini, Simbiot imperiyasini yaratgan va All Black nekr qilichiga ega bo'lgan. All Black nekr qilich Necrosword bo'lib, u Knal tomonidan yaratilgan eng kuchli qurol. U Celestialni o'ldirgan va ko'plab alplarni yenggan. Knal shuningdek ilk simbiotlarni Primordial Void matritsasidan yaratgan. Kuchi tugamas, jismoniy kuchi juda yuqori, tezligi ham juda yaxshi, ucha oladi. Celestiallarning unga kuchi yetmagan. Zulmat va qorong'ulikdan qurollar, jangchilar, ajdarlar, askarlar yarata oladi. Knal Thorlar bilan ham jang qilgan. Yosh Thor, o'rta yoshdagi Thor va qari Thor bilan jang qilgan va jang natijasida hech kim g'olib bo'lmagan. Lekin Knal baribir multiolam darajasidagi yovuz hisoblanadi. Venom so'nggi raqs filmida Venom tufayli Knal hali ham qamoqda o'tiribdi. Agar Venom o'zini qurbon qilmaganda, Knal butun dunyoni yovuzligi bilan yutib yuborardi. Xullas, Knal eng kuchli jismoniy kuchga ega yovuz, juda kuchli zulmat kuchi, eng kuchli qurollar, nekro qilich, juda kuchli mavjudotlarni yenggan yovuz. I will heal your world. Everyone will learn. And you... Well, what? Va birinchi o'ringa keldik. Birinchi o'rinda Beyonder. Kim Beyonder? Bu Marvel komikslarida chiqqan ko'p o'lchovli kosmik mavjudot, omnipotent, deyarli hamma narsani qiluvchi kuchlarga ega. Dastlab 1984-yilda Sirli urushlar birinchi komiksida nomlarsiz sifatida paydo bo'lib, Sirli urushlar 2 seriyasida inson shakliga kirib, kuch va insoniyatni o'rganishga harakat qilgan. Beyonder dastlab odamlarning istaklari, xohishlari orqali insoniyat xarakterini tushunish uchun sirli urushlarni tashkil qiladi. Super qahramonlar va yovuzlarni Battle World planetasiga yo'llaydi. Keyinchalik insonlikni chuqur o'rganish maqsadida yerga tushib, insoniy tajriba va his-tuyg'ularni egallaydi.
masalan sevgini, realitetni o'zgartirish, butun galaktikalarni bartaraf qilish, yangi sayyoralar yaratish, hatto abstrakt entitilarni yo'q qilish mumkin. Kosmik ovoz beradi, dushmanlarni portlatib yo'q qiladi, to'g'ri yoki Giperion darajasidagi zarbalar bera oladi, tezkor harakat qiladi, turli shaklga kiradi, maxsus qurollari bor, tiklanishi juda yuqori, zarar ko'rsa ham tezda tiklanadi, zarar yetkazish esa imkonsiz, o'lchamlararo harakat, turli o'lchamlarga o'tadi, kosmik yo'llar orqali sayohat qiladi, kamchiligi vaqtni ortga yoki oldinga sura olmaydi va molekula odam tomonidan zaiflashtirilishi mumkin yoki butun multiy olam Beyonderga hujum uyushtirsa yengilishi mumkin. Beyonderni ko'proq sirli urushlar, Secret Wars komikslarida ko'rsatishgan. Boshida Beyonder nihoyatda befarq va zo'ravon sifatida ko'rsatilgan, insonlikni tajriba obyekti qilib ko'rgan. Asta-sekin u insoniylikka o'rgangan, hatto vaqtinchalik qahramon bo'lishga harakat qiladi. Daredevil ko'zini tiklagan, boylikni tarqatgan. Xullas, Beyonderda multiy olamda qanday kuch bo'lsa, o'sha kuchlardan Beyonder kuchli, kuchi energiyasi cheksiz, anti-qahramon, yovuzliklari ham bor, qahramonliklari ham bor. Yengilgan bilsanglar, hadeb jon beraman. Molekula odam va juda ko'plab qahramonlar hujum qilish oqibatida yengilgan. Beyonder Marvel olamining eng kuchli mavjudoti, realitetni boshqaradigan, galaktikalarni yaratilgan, hatto abstrakt mavjudotlarni kuchli sarohatga ega bo'lsa-da, u insoniy orientatsiyani tushuna olmaganligi uchun ko'plab etik va psixologik muammolar bilan to'qnashadi. Keyinchalik reduktlar Molekula Men uni mag'lub etish orqali yerdagi qahramonlarga imkon yaratadi yashashi uchun. Agar video qiziqarli bo'lgan bo'lsa, barcha yovuzlar haqida alohida video qilib, to'liq kuchi, tarixi, qobiliyatlari, qanday qilib yovuz bo'lgani, bu kuchlarni qanday olgani haqida video qilishim mumkin. Videoni reklamadan so'ng davom ettiramiz. Sizlar YouTube kanal ochdinglar va videolar qo'yasizlar. Videolarga previewlarni ham o'zingizlar qilib, logo bannerlarni ham o'zingizlar qilgansizlar va videolaringizlar ko'pmas, kam prosmotr oldi. Nima uchun? Birinchidan, sifatsiz preview odamlar sizlarning videolaringizni ko'rishdan oldin ustidagi rasmiga, tekstiga qarashadi va sizlarga hozir ikkita rasmni ko'rsataman. Ikkalasi ham bitta filmning videosi, lekin previewlar har xil. Va mana sizlar albatta o'ng tarafdagisini tanlaysizlar, ya'ni buni, chunki bunda personajlar to'g'ri joylashgan va tekst to'g'ri yozilgan va preview zo'r chiqqan. Agar sizlarga ham sifatli va tez zakazlarni tayyorlab beradigan dizayner kerak bo'lsa, men sizlarga Muhammadillo dizaynerni tavsiya qilaman. Muhammadillo dizayner preview, logo, avatarka, banner, xullas dizaynerlar qiladigan hamma ishlarni qiladilar va muomala zo'r. Agar previewni o'zgartirish kerak bo'lsa ham, yo'q demasdan o'zgartirib beradilar. Men Muhammadilloning telegamlarini opisiyaniyada qoldiraman. Bemalol o'tib zakaz bersanglar bo'ladi. Top 10 ta dahshatli yovuzlar videosi sizga yoqqani aniq. Yoqqandan keyin like bosib obuna bo'lish ham kerak. Chunki obuna qanchalik ko'p bo'lsa, kanalda videolar tez-tez chiqadi. Bu yovuzlar qatnashgan filmlarni tez orada Megafilm ilovasida o'zbek tilida yuqori sifatda va reklamalarsiz oyiga 10 ming so'mdan ko'rishingiz mumkin. Kino yangiliklarini Film News kanalidan kuzatib borishingiz mumkin. Agar videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ygan bo'lsangiz, hozircha xayr. Keyingi qiziqarli videolarda ko'rishguncha.